Assalomu alaykum. Men Toyir Qurshid, oliy ma'lumotli shifokor, kineziologman. Bugun sizlar bilan organizmda kaliy yetishmovchiligi belgilari haqida gaplashamiz. Uning so'ngida esa o'tgan videomizda kommentariyada yozib qoldirgan savollaringizdan ba'zilariga javob berib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring. Demak, organizmda kaliy yetishmovchiligining asosiy belgilari. Birinchisi ich qotishi. Ya'ni hech qanaqa sababsiz, hech qanaqa dizenteriya, infeksiya, hech narsa yo'q, lekin sizda ich qotadi. Ich qotishi kaliy yetishmovchiligining nimaga belgisi hisoblanadi? Agar kaliy yetishmasa, organizmda natriy elementi ko'payib ketadi. Biz bilamizki, natriy bu tuz. Tuz qancha ko'p bo'lsa, tanada shuncha suv ushlab qolinadi. O'shaning hisobiga yog'onchaklarda harakat, ya'ni peristaltika deymiz, yog'onchak qisqarib bo'shashib, oziqni aralashtirishi va axlatni tashqariga chiqarishi kerak bo'ladi. O'sha jarayon buziladi. Bu vaziyatda grijadan ham ich qotishi mumkin yoki kaliy yetishmovchiligidan. Agar siz MRT qildirdingiz-u, belingizda hamma narsa yaxshi chiqsa-yu, lekin doimiy ich qotishidan aziyat cheksangiz, demak sizda kaliy yetishmaydi. Buning yomon tomoni nimada? Doimiy ich qotishi keyinchalik yog'onchakning kattalashishiga, bu esa orqa miyadan, ya'ni umurtqalarning ikki chetidan o'tgan nervlarning siqilishiga, oyoqda sidalish nerv tortishiga va grijalar sonining ko'p bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi belgi esa qorinda ko'p dam bo'lishi. Qorin dam bo'lishi asosan disbakteriozda bo'ladi. Bakteriyalar patogen, nopatogen bakteriyalarga bo'linadi. O'sha bakteriyalar miqdorini oshib ketishi yog'onchakda ko'p miqdorda gaz ajralishiga sababchi bo'ladi va bu ham keyinchalik umurtqadagi nervlarga ta'sir qilishi mumkin. Keyingisi esa shishlar. Boya aytib o'tganimdek, kaliy agar kamaysa, natriy ko'payadi va organizmda ko'p suyuqlik ushlab qolinadi. Bunaqa vaziyatda sizda oyoqlarda, tizzalarda, qo'llarda ertalab turganingizda qo'lingizni yopib ochsangiz, xuddi ichidagi et sizniki emas, qanaqadir ortiqcha narsa bordek tuyuladi. Oyoqlar, to'piqlar atrofi shishadi. Bu faqatgina artroz yo artritda emas, bo'lishi mumkin aynan kaliy yetishmovchiligida. Buni diagnostika qilib olish kerak. Ya'ni har bitta kasallikni lichina qilayotganda aniq nimadan bo'lishi mumkin shu kasallik bilishingiz va hammasini bir boshidan razbor qilib chiqishingiz kerak. Ya'ni sizda oyoq shishdimi, bo'ldi yurakka lichina olish kerak. Oyoq shishdimi, bo'ldi pochkaga lichina olish kerak. Yo artrit, artrozga davolanish kerak degani emas. Elementlar, vitaminlar qaysidir yetishmasa ham shu vaziyat bo'lishi mumkin. Keyingisi esa chanqash. Agar siz ko'p chanqasangiz, ya'ni og'zingiz tez qurisa, ozgina bo'lsa-dan tez suv ichishga majbur bo'lsangiz, bu faqatgina sahrli diabet, ya'ni qandli diabetda emas, aynan kaliy yetishmovchiligida ham bo'ladi. Boya aytganimdek, o'sha organizmda ko'p suv miqdorini ushlanib qolishi va u ichki organlarda yig'ilishi periferik qismda, ya'ni chetda joylashgan qo'l, oyoq yo bo'lmasa og'iz atroflarida terini qurishiga olib keladi va siz tez suv ichishga majbur bo'lasiz. Bu esa boya aytganimdek shishlarni yana ham kattalashishiga sababchi bo'ladi. Bu kasallikda kaliy yetishmovchiligida ko'pincha fil oyoq deymiz, oyoq juda kattalashib ketadi. Bu faqatgina limfadenopatiyada emas, limfostaz bo'lganda emas, kaliy yetishmovchiligida ham yuzaga keladi. Keyingisi esa tez peshobga chiqish. Ya'ni bunda nima bo'ladi? Kaliy miqdori yetishmasa, pochkamizga, ya'ni buyraklarimizga keladigan nerv impulslar miqdori kamayadi. Buning natijasida siz tez suv ichasiz va bu suv tinimsiz pochkaga borib tushadi. Bilasiz, buyrakning vazifasi organizmdagi zaharli moddalarni tozalab, ularni konsentrlash degani o'sha suyuqlikni quyuqlashtiradi. Eng keraksiz narsalargacha olib borib, keyin chiqarib tashlash kerak. Agar kaliy yetishmasa, shu funksiya buziladi. Ya'ni siydik yarim chala holatda chiqib ketaveradi. Ya'ni suv ichdingiz, yarim soatdan keyin u siydikka aylanmasdan suv holatida chiqib ketadi. Buni ko'pchilik biladi, tez suv ichgandan keyin siydik rangi oqaradi, ya'ni tiniqlashadi, ya'ni siydik hosil bo'lish jarayoni buziladi, suvni o'zi primoy chiqib ketishni boshlaydi. Buni qanday xavfli tomoni bor? Nesahrli diabet degan kasallik bor. Ya'ni qandsiz diabet degan kasallik bor. Bu qandli diabetdan ham xavfli hisoblanadi. Bu aynan buyrak kasalligi. Bu kasallikda qon bosimi juda baland bo'ladi va pochkalarimiz asta-sekin yillar davomida sekin-astalik bilan qurib boradi. Buning natijasida esa pochkadan ajraladigan o'sha gemoglobin, eritrosit, ya'ni qon shakli elementlarini ko'taruvchi gormonlar miqdori tushib ketishining hisobiga doimiy bosh aylanish yuzaga keladi. Keyingisi esa uvishlar. Uvishlar nimani hisobiga bo'ladi? Boya aytganimdek, nerv tomiri bu как elektrik tokni miyada hosil bo'lgan o'sha impulslarni
barmoqlargacha olib kelish kerak. Ya'ni oxirigacha olib borish kerak. Buning uchun natriy bilan kaliy nerv tolasini tuzilishi shunaqaki, bir-biridan sakrab o'tish hisobiga impulslar oxirigacha yetib boradi. Agar sizda kaliy yetishmasa, demak sizda natriy miqdori oshadi. Buning natijasida impulslar eng periferik qism, eng chetki qismlarga yetib kelmaydi. Bunaqa odamlar barmoqlarini uchi uvishadi. Oyoqda ham, qo'lda ham barmoqlar uchi uvish bilan boshlanadi. Keyinchalik butun barmoqlarga, kaftlarga, keyinchalik esa tirsak bo'g'imidan yo tizzadan pastida uvishlar yaxshi sezmaydi. O'sha joylarda shish paydo bo'ladi. Bizga murojaat qiladigan ko'pchilik kasallarni davolashda qiyinchilik shu. Ya'ni boldiringizni cheti, misol uchun boldir chetki qismi tortib og'ridi. O'sha joyda achishish bor, uvishish bor, muzlash, qizish, shunaqa hislar bor. Lekin buni nevrologik davolaymiz desak, o'sha joy shishgan bo'ladi-da, bu narsa xalaqit beradi. Boldirda shish borlar juda yaxshi bilishadi. Boldirda aynan og'riyotgan, achishayotgan joy doimiy bosib ko'rsa, o'sha joyda ortiqcha suyuqlik bordek bo'rtib chiqib turadi. Bunaqa bemorlarni davolash qiyin. Chunki suv ketmasa, nervni siqib turaveradi. Buning natijasida muammo hal bo'lmaydi. Buni ham inobatga olish kerak. Aynan beldagi grija yo sidalishni yo tizza yemirilishini davolayotganda aynan kaliy, natriy, magniy kabi elementlar yetishmovchiligi, ularning simptomlarini bilmasdan faqat nervga fizioterapiya, igloterapiya, kineziologiya, dori-darmon olganingizni foydasi bo'lmaydi. Oddiygina bitta kaliy yetishmovchiligidan. Keyingisi esa tomir tortishi deyiladi. Tomir tortishi nima degani? Mushagingiz kechasi misol uchun soningizda bo'lishi mumkin, boldirda bo'lishi mumkin, bo'yinda, qo'lda bo'lishi mumkin. Mushak qisqaradida bo'shasha olmay qoladi. Biz bilamizki, qisqarib bo'shashda asosiy qatnashadigan elementlar bular kalsiy, magniy, kaliy kabi mikroelementlar hisoblanadi. Aynan shu jarayonda mushak qisqaradi, ya'ni kalsiy mostiklari ishlaydi, lekin bo'shasha olmaydi. Nima uchun? Chunki kaliy yetishmaydi sizda. Kaliy yetishmagandan keyin boshqa tana organlari kaliyni ko'p ishlatib yuborganligini hisobiga tomir tortishib qoladi. Misol uchun, organizmda qachon kaliyga nisbatan ehtiyoj ko'payadi. Agar siz kun davomida shirinlikni ko'p yesangiz, shirinlik yeyilgandan keyin oshqozon ostida beta kletka degan hujayralar bor. Bu hujayralar insulin miqdorini oshirish kerak, ya'ni ajralish kerak insulin. Qondagi o'sha saharni, qandni to'liq zapas holiga o'tkazib, jigarga glikogen qilib saqlash uchun. Agar sizda shirinlikni ko'p yeyordingiz, lekin beta kletkangiz o'sha oshqozon osti bezingiz nagruzka bilan ishlab ham insulinni yetkazib bera olmayapti. Bu payt kaliyni o'ziga tortadi. Chunki kaliy bo'lmasa insulin normada ishlab chiqarilmaydi va sahr bilan normada birikmaydi. Hamma kaliy organizmdagi o'sha shakar ko'p yeganingiz hisobiga o'sha shakarni neytrallashga ketib qoladi. Buning natijasida butun tana organlari, ayniqsa yurakka va periferik mushaklarga kaliy yetishmay qoladi. Bunday odamlarda doim mushak qisqarib, bo'shasha olmay tugunga o'xshab turadi. Ayniqsa yurakda siqilish bo'ladi. Xuddi yuragingizni bir temir qafasga solib qattiq siqqandek siqilib qoladi. Ba'zilarda sanchadi. Yana bittasi mana oxirida yozganman, aritmiya ham kuzatilishi mumkin. Biz bilamizki, yurakni tez urishida bu kalsiy qatnashadi. Kalsiy issiq deymiz, olganlar biladi, yurak tez-tez urib ketadi. Kaliy bo'lsa yurakni dam oldirish, ya'ni yurakni bo'shashishi, har bir yurakning hujayralarida energiya yig'ilishini ta'minlaydi. Shuning uchun o'rik sharbatining tarkibida kaliy ko'p bo'lgani uchun o'rik sharbati ichganda o'sha kaliyda, to есть yurakda o'sha yaxshilanish, yurak hujayralarining kislorodga to'yinishi yaxshilanadi. Kaliy yetishmovchiligining bu yerda yozmagan boshqa belgilari ham bor. Misol uchun sizda doimiy baland davleniya bo'lsa-yu, qon bosimingiz doimiy bo'lsa, yurak tekshirtirsangiz, bo'yin, hech qanaqa grija bo'lmasa, yurak yaxshi bo'lsa, pochka yaxshi bo'lsa, lekin davleniyangiz baland bo'lsa, bunda kaliyga ham e'tibor qarating. Birinchisi. Ikkinchisi, agar sizda aritmiyalar, taxikardiya, bradikardiya, stenokardiya degan kasalliklar doimiy qo'yilayotgan bo'lsa, prosta qiziqish uchun analiz topshirib ko'ring, kaliy sizda kaliy yetishmovchiligi bo'lishi kerak. Keyingi muammo esa o'sha tomir tortishishlar, oyoq to'piqlar atrofidagi shishlari bor odamlar ham aynan kaliyga tekshirtirib ko'rish kerak. Chunki ha deb nervga yopishib olish, achishyapti, og'riyapti, oqsoqlanyapman. Bu faqatgina nervda ayb emasda, bunda kaliy yetishmovchiligi aynan shu nervni qayta tiklanishi, undagi o'sha tokni, ya'ni impulsni yurishini sekinlashtirishini hisobiga sizda oyoqda bo'lishi mumkin kuchsizlik.
Kuchsizlik nimaga bo'ladi oyoqda? Bu xuddi apparatga tok ulasangiz, 220 vatt tok kelsagina ishlaydi. Agar siz 120 ni ulab qo'ysangiz, ishlamaydi u apparat. Joyida g'ingillab turaveradi, ishini bajarmaydi. Oyog'ingiz ham xuddi shunaqa. Agar oyog'ingizga yetarlicha impuls yetib kelmasa, bu oyog'ingiz kuchsizlanadi. Ayniqsa boshida nagruzkada o'tirib turayotganingizda, zinadan tushayotganingizda, yuk ko'tarib chiqayotganingizda oyog'ingiz slabiy bo'ladi. Sizga bo'ysunmay qaltirab, shunaqa qiladi. Keyinchalik o'tkazib yuborsangiz, o'sha mashinalarda oyog'ingizni ko'tarib u yoqdan bu yoqqa qo'yishingiz kerak bo'lib qoladi. Yo bo'lmasa umuman joyingizdan bir narsaga suyanmasdan tura olmaydigan bo'lib qolasiz. Ya'ni oyoqlar kuchsizlanadi. Bu ham faqatgina beldagi muammolarda emas, aynan elementlar yetishmovchiligida, ayniqsa kaliy bilan birga doimiy ravishda magniyni tekshirtirib ichib yurish kerak. Chunki ikkita nasos bor tanamizda. Hujayrani ichida magniy nasos bor. Bu ATF deymiz, hujayraga xuddi batareykaga o'xshagan narsa, energiya ajratib beradi. Kaliy natriy nasos bor. Bu impulslarni harakatini ta'minlaydi va bir-biri bilan bog'langan. Agar shu ikkita element doim yetarli bo'lsa, B12 vitamin yetarli bo'lsa, nervda muammolar bo'lmaydi. Nerv tolasini o'zida. Bularni doim tekshirtirib ko'rish kerak bo'ladi. Demak, birinchi savolimiz: Assalomu alaykum doktor, salomatmisiz? deb yozibdilar. Menda MRT xulosasi bo'yicha osteoxondroz, spondilyoz, protruziya va grijalar bor. L2, L3 da, L4, L5, L5, S1 da 3 ta joyda S-obrazniy skolyoz bor. 2-3 stepen degani bu juda jiddiy hisoblanadi. Ya'ni S shaklida bo'lib qoladi, umurtqa to'g'ri bo'lmaydi, S harfi shaklida bo'lib qoladi. Bu nervlarning siqilishiga olib keladi. Hech qanday dori ukol natija bermayapti. Belimda og'riq kam, ammo dumba orasida va boldir oldi tomonida qattiq og'riq. Nima qilishni bilmay qoldim, doktor, maslahat bering deb so'rabdilar. Yorqinoy Rahimova ekan. Demak, agar sizda S-obrazniy bo'ladigan bo'lsa, umurtqangiz yosh o'tgan sayin, bu yoshlikda bilinmaydi, yosh o'tgan sayin beldagi mushak paylar sizni yukingizni ko'tara olmaydi. Sekin astalik bilan kuchsizlanib borishini hisobiga asosiy yuk umurtqaga tushadi. Umurtqa esa yukingizni ko'taradigan holatda emas. Buning natijasida uzoq vaqt tikka turib yursangiz va ish qilsangiz, og'riq kuchayib boradi. Bu vaziyatda sizni grija, umurtqangizda grija chiqishiga ham sabab shu hisoblanadi. Bu narsani ko'rib chiqish kerak, chunki skolyoz S-obrazniy 2-3 darajada grijani emas, aynan umurtqani qiyshayishini davolash kerak bo'ladi. Buni o'zini mashqlari bor. Ya'ni bu yerda ukol dori foyda bermaydi sizga. Sizga ko'proq fizioterapiya va LFK, lechebniy fizkultura mashqlari foyda beradi. Keyingi savolimiz Mahbubaxon Shamsiddinova berganlar. Doktor, men 4-darajali artroz edim. Oyog'im bir zina tushib ketib, oyog'imda qattiq og'riq bo'ldi. Keyin blokada oldim. Endi plazma olaman. To'g'rimi deb yozibdilar. Endi 4-daraja yemirilish bo'lgandan keyin bu xuddi tomoq og'riqda temperaturangiz chiqsa, o'sha temperaturani tushirish uchun parasetamol ichasiz. 4-daraja yemirilishda ham xuddi shunaqa. Bu yemirilishdan bo'ladigan og'riqni kamaytirish uchun plazma olib turishingiz mumkin bo'ladi. Bu faqatgina o'sha joydagi og'riqni kamaytiradi. Vaqtinchalik, qanchadir vaqt ketadi, bir hafta, 10 kun yo bir oyga, bir xillarga 1 kun, 2 kunga, bir xillarga umuman ta'sir qilmaydi. Bu odamning o'ziga bog'liq bo'ladi. Bu narsa lekin kasallikni davolash hisoblanmaydi. Parasetamol ichganingiz bilan tomoq og'rig'ingiz tuzalmaydi, faqat temperatura tushadi. Xuddi shunaqa sizda ham 4-darajaligicha qoladi, chunki 5-daraja yo'q, bu oxirgi daraja hisoblanadi. Bu vaziyatda yo endoprotez qo'yish kerak bo'ladi, yo doimiy ravishda sonchonoq bo'g'imiga lichina olish kerak. Bizda hozir kelyapti 3-4-darajaga o'tkazib kelishadi. Bizdagilar yura olmay qolgandan keyin kelgani uchun lichinamiz cho'ziladi. Ularga ancha yordam beryapmiz, erkin yurishni, o'sha o'ziga xizmat ko'rsatishni ta'minlab beryapmiz. Ya'ni oyoqlariga kuch kelib, og'riqlari kamayyapti. Keyingi savollari: Assalomu alaykum doktor, grijam bor. Dumg'aza yonida o'ng oyog'imda suyak yemirilishi, koksartroz, oyog'im tez-tez og'rib turadi. Charchoq bor oyog'imda, sidalish nerv og'riq beradi. Nima maslahat berasiz? Sizlarda davolansam bo'ladimi? Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Ya'ni bularda ham grija, ham koksartroz, ham sidalish nerv. Ya'ni 3 ta kasallik bittada qo'zg'agan. Bu odatiy klassik variant hisoblanadi. Chunki koksartrozi bo'lib, sidalishni tortib kelayotganlar hozirda ko'paygan. Bularda asosiy muammo shundaki, koksartroz, ya'ni massani noto'g'ri taqsimlab, og'riq hisobiga, yurish hisobiga bel buklanadi va sidalish nerv ushlab qoladi. Ya'ni bu yerda birinchi o'rinda koksartroz bilan shug'ullanish kerak, keyin sidalish nerv va grijalar bilan shug'ullanish kerak bo'ladi.
siz kelsangiz bo'ladi, chunki bunaqa kasallar oxirgi kunlarda juda ko'paygan, kelishyapti, yordam beryapmiz. Og'riqlari ancha kamayyapti. Faqat uy sharoitida davolab bo'lmaydi, chunki suyak yemirilishi bu oddiy kasallik emas. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa va shunaqa videolarni olishimizni xohlasangiz, video tagidagi podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang.